Kinoga 2 bilet naqd. Ketdikmi? Meni 20 daqiqadan keyin ish vaqtim tugaydi, ulgurmasak kerak. Shunaqami? O'tiring, ketdik, keyingi safar borarmiz. Kumush, men senga 2 bilet. Xohlagan odaming bilan kinoga tushasan. Hop. Sabi? Sabi! Sabi! Sabina! Yordamiding. Sardor aka, yaxshimisiz? Siz nima qilib o'tiribsiz? Siz Siz bugun ishga kelmaganingizga Yo'qdan chiqing. Keyin gaplashamiz. Shunisi. Nima qilib qarab turibsiz? Boring, keting, keting. Keyin tushuntirib beraman sizga. Bo'ldi, yig'lama. Yig'lama jonim, mana qara. Ana, bo'ldi. Ko'rdingmi? Bo'ldi, qo'rqma, o'zim. Bo'ldi jonim, yur, uyga kiraylik. Yur, bo'ldi, endi boshimizni quritamiz. Meni 20 daqiqadan keyin ish vaqtim tugaydi, ulgurmasak kerak. Bu vaqt sotilmaydi. Hech narsa. siz hali ovqatni ham to'kib yeysizmi? Demak, shuning uchun ekanda. Har doim soat 7da ketishi.
Uzr, men kecha bilmasdan borib qo'ydim. Sizni xijolatga qo'yganim uchun yana bir bor uzr. Lekin bilasizmi, men bu kasallik haqida ma'lumotga egaman. Men sizga yordam berishim mumkin. Siz qanaqa doktorsiz? Bir ko'rishda tashxis qo'ydingizmi? Bilaman, inson o'z yaqinini, o'z singlisini bunaqa holatda ko'rishi depressiyaga olib keladi. Lekin ishoning, men aniq sizga yordam bera olaman. U meni singlim emas, ayolim. Men hech narsadan qo'rqmayman. Mana kalit. Xohlasangiz bugundan ishlamasligim ham mumkin. Oyi? Oyi! Keseschi, siz ham ovqatlanib oling. Yeb ol. Mazali. Mazali-ya? Yeysan? Men o'zing yeb tur. Ma. Hozir kelaman, xo'p? Sekin ye, xo'p? Oyi, kirsangiz bo'lardi. Mazali ovqat qilgandim. Sen qachongacha shunaqa yashamoqchisan? 8 yildan beri hayoting shunday davom etyapti. Nima sen qolgan umringni xastani qo'sh qovog'iga qarab o'tkazmoqchimisan? Oyi. O'zingiz yaxshimisiz? Dadam yaxshilarmi? Uydagilar. Tushunsangiz-chi, u juda ham yaxshi. Yaxshi bo'lib qolgan. So'g'ayib. Bo'ldi. Yig'lama. Bo'ldi, yig'lama. Yig'lama. Yoningdaman. Bo'ldi. Ma, ichib ol. Bo'ldi, ma, ol. Sog'ayib qolganmish. Sizgina bolam, Ichib ol. Ma. Ber, bo'ldi. Mana bu yoqqa qo'yib qo'yamiz. Bo'ldi, qo'rqma. Shuni.